xuddi xitoyliklar ko'payib ketgandek hozirgi kunda dollarda qalbaklar juda ko'payib ketdi. O'sha sababdan ko'pchilik bizani uy oldi sotdi qilganida, mashina oldi sotdi qilganda yoki o'zaro oldi berdi qilgan chaqirishyapti. Nega? Chunki tasavvur qiling, bir pochka pulingizdan 3 dona yoki 4 dona misol uchun qalbak chiqadigan bo'lsa, sizga qanchalik zarar bor? Xizmatimiz nimadan iborat? Bilamizki, ko'pchilik oldindan yirtilgan, skochlangan pochkani orasiga tiqorladi. Chunki ko'pchilik ahamiyat qilmaydi bu narsaga. Bizda buni nima qilamiz? Kelib tekshiramiz, yirtilganini, o'sha skochlanganini yaxshilab tekshirib olamiz qo'lda. Ana undan keyin mashinkaga solamiz, pul tekshiradigan. Mana 100 ta bo'ldi, qalbakisi chiqmadi. Keyin uni seriya nomerlarini chiqaramiz. Mana seriya nomeri ham chiqdi. Boshidagisi mana 521A. Mana 521A. Keyin oxiri tekshirilgan pul 936B. Mana 936B. Bu ishlarni qo'yganimizdan keyin seriyanki nomerni o'ziga boylaymiz. Chunki sizlarni o'rtasida bo'lib turgani yaxshi. Ertaga misol uchun tekshirayotganingizda ham bemalol nima qilasiz? Bizda buni sizga chiroyli qilib qo'yib qilamiz. Belbog' qildi, mana qattiq bo'ldi. Hop, belbog' pulga belbog' qilganimizdan keyin buni vakuum sarafanga solamiz. Vakuum apparatimizda mana pulimiz tayyor. Xizmatimizga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Notariusdan yoki sizlarga qulay joyga borib tekshirib beramiz.